Onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Farg'onaning Chimyonini ob-havosini bilgan biladi-da. Har yilgi an'anaga binoan Valida Gulchehra Sultonni sanatoriyaga olib keldim. Sanatoriya xodimlari muomalasiga gap bo'lishi mumkin bas. Uch yil oldin ayasiz sanatoriyaga yotqizay desam, voydod, men sanatoriyalarda yotmayman degandilar. Hozir mana har yil chimadonlarni o'zlari tayyor qilib qachon tashab kelaysan deydigan bo'lib qoldilar. Giyohli vanna asablarni tinchlantirib, uyqularni yaxshilab beradi. O't fegizda toshlar bo'lsa, parcha-parcha qilib beradi. Oltin gugurt vanna O'rta Osiyoda yagona hisoblanadi, faqatgina Chimyon hududida bor. Hattoki qo'shni davlatlardan ham kelib, aynan shu protsedurani olib ketishadi. Ayamaychilar bo'yicha parafin muolajasi oyoqlardagi og'riqlarni qoldirib, qushda yengil qilib qo'yadi ekan. Undan tashqari asalli bochka, marvaridli vanna, fizioterapiyani barcha turlari mavjud. Eng muhim jihatlardan biri erkaklar muolajasi alohida, ayollar muolajasi alohida xonalarda bo'ladi. Koinot kasari olami sanatoriyasiga har yil ayamni tashab ketganimdan keyin direktim SMSlarga to'lib ketadi. To'liq ma'lumot so'raysizlar, telefon nomer so'raysizlar. 24 ga 7 xodimlar ishlashadi. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni o'zlaridan bilib olsanglar bo'ladi. Volidam yotgan sanatoriya Chashma sanatoriyasining ikkinchi filiali hisoblanadi. Chashma yangi restavratsiyadan keyin qaytadan ishga tushdi. Dam olish uchun kelgan mijozlarga 1, 2, 3 aprel kunlari 10% chegirma qilib beriladi.